Sotuvimizda Kia'ning eng sportivniy mashinasi Kia Stinger GT pozitsiyasi. Mashina sportivniy bo'lishiga qaramasdan stage programmalar yozilgan, kraskalari toza, R19-razmerdagi diskalarda, shuningdek Michelin ballonlar turibdi. Old qismi broneplyonka qilingan, qora rang kraskalari toza. Salon qismiga to'xtaladigan bo'lsak, qora kojinli salon, Alcantara detallari bilan samimiyatni ishlatilgan. Abduf abagreiflari mavjud, hattoki rul abagreiflarigacha bor. Head-up display, mashinamiz eng full pozitsiyada GT pozitsiyasi. Orqa qismiga to'xtaladigan bo'lsak, orqalarida ham abagreiflari bor. Dual sustainada bo'lib turibdi. Orqa sideniyalari ham, mashina juda ham sportivniy, shuningdek agressivniy. Krasniy strochkalari bilan boshqacha vid beryapti. Hop, orqalari ham juda ham chiroyli ko'rinishga ega, Stinger GT yozuvlari bilan boshqacha vidga ega bo'lib turibdi. Hop, mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'q 37 000 km hisob bosib o'tgan, stage programmalar yozilgan, kraskalari toza, old qismi broneplyonka qilingan. Narxi va boshqa ma'lumotlar opisaniyada bo'ladi. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karsmirdagi telefon raqamlariga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. E'tibor uchun rahmat. Hammalaringizni afso'mizda kutib qolamiz.